harakat bo'lmaqa baland. Aholiga deydi, mahallaga aniq muddat kerak. Shuncha yillar biz sabr qildik. Misol yoshlarda hammalari katta. Bular nima xohlashyapti? To'g'ri gapirdi. Realno. Aka, bu yoqqa qo'shaylik. 5 metrmi deb yarmida. Qani fikringiz? Ani turibmiz, sanka qilish kerak emas. Mana ana shu ishlayman. Bermagan shu pullar. Xalq agar noto'g'ri gapirsa, aytlar boqadi. Bizga hukmdor, zo'ravon, bunday bizga mahalla raisi kerak emas. Nimaga? Hokim tinglamayapti. Hokim aytadi, "Yerni otasidan ko'rdim. Hokim eshitmay qo'yib bering, meni olib keladi, uyimdan chiqarmaydi." Shu mahalla raisimiz 22 yil, 23 yildan beri hozir opalar juda shuncha odam e'tiroz bildiryapti-da siz faoliyatingiz haqida. Misol o'zingizga yoqimli bo'lyapti, shuncha odamning e'tirozi misol aytishyapti. Biz bilyapmiz, sizni hali osmoningizda hali ham qora bulutlar aylanib yuribdi. Ijro hujjatini, ya'ni ijro hujjatini bular majburiy ijro byuro xodimlari bajarishi shart. Nima bu? Qonun buzilishi emasmi? Qonun hamma vaqt o'z hukmini bajarsa-yu, hukm chiqqandan keyin hukmini bajarmasa. Ekologiya sohasida mana qum, shag'al, tuproq masalasida qarshi kurashish iloji yo'qligini men mana 5 yil davomida ko'rsatgan